Albatta. Seni tanishaymi azizam? Fazer, sizlarga aytish esimdan chiqibdi. Tanishing, bu Julia, yangi qaylig'im. Xush kelibsan, Julia. Tanishganimizdan xursandmiz. Balki uyingizdagilarga yetarmiz. Ozgina qoldi, akamga 1 yilgina qoldi, sabr qilgin. Mana qanaqa ekan. Jirtimlamay o'lgur. Turishini qarang. Yurchi. O'rgachi. Hali sen meni o'g'lim boshini aylantirib yuribsanmi? Kimni qizisan o'zi haqqani yur. Dadadama mana. Mahallada yuzimni yerga qarab baqirma. Men sen bilan uyda gaplashaman. Xush oldimga. Fazer, men 18 ga kirdim, endi mustaqilman. Shuning uchun Oksfordga kirib, o'z kelajagimni qurmoqchiman. Azizim, sen qanday qarorga kelmagin, biz albatta otang bilan seni qo'llab-quvvatlaymiz, to'g'rimi? Beringlar. Qachongacha shunday yuraman? Meni boshqalarga o'xshab o'qiy. Uchir. O'qib olim bo'larmiding? Ota bobang qilgan ish qilay. Sen o'qisang, mana tagi mol qo'ylarni kim boqadi, ha? Ana akamga aytinglar, akam ham qisib. Akangni bo'yinda 8 gektar yer turibdi. O'shanga qaraydi. Voy, Jek. Ana ularning baxtiyorligini qara. Bir ham havasim kelyapti-ki. Ha, romantika yaxshi narsa-da. Hay dadasi, yo'q keling. Ana o'g'lingiz qilayotgan qilig'ini qarang. Bechora o'g'lim. Aytaman-ku, buni keliningiz o'g'lingizni issiq sovuq qildirib olgan. Tezda qaytarma qildirishim kerak. Fazer, falokat. Nima gap sen? Sizni mashinangizda avariyaga uchradim, Fazer. Shu xolosmi sen? Demak, yangisini oladigan vaqt bo'ldi. Ha, muhimi o'zing sog' ekansan, o'g'lim. Ha, qurib ketgil. Piyolami sindirdingmi sen? Ha, nima? Dadang menga servizlar olib berayotganmi? Qo'sha-qo'sha. Ha? Sen bola uylanganingdan beri qaltiroq bo'lib qolgansan o'zi.